Turkmanistonda barcha mashinalar oq rangda. Hattoki chet eldan kirib keladigan mashinalar ham oq rangda bo'lishi shart. O'zi aslida diktatorlik o'lkasidan mantiq qidirishimizni o'zi g'alati-yu, lekin mayli davom etamiz. Mana bu inson Berdimuhamedov, prezident Berdimuhamedov 2018-yilda shu qarorni beradi. Chunki u uchun oq rang soflik va omad keltiradi deb shunga ishonadi. Shu sababli ham mamlakatdagi barcha mashinalarni oq rangga bo'yashlikka buyruq beradi. Oq rangga bo'lgan talab shunchalik oshib ketadiki, oq kraskaga bo'lgan narxlar cho'qqiga chiqadi. Va bir fuqaro o'zining mashinasini bo'yashligi uchun albatta 1 yillik oyligini sarf qilgan holatlari ham bo'lgan. Hattoki ba'zi taksistlar esa o'z taksilarini bo'ya olmaganligi uchun ham ish tashlagan jihatlari ko'p bo'lgan. Bularning barchasi bir insonning nozikkina ko'ngliga yoqmaganligi tufayli edi va bu taqiq hali ham mavjud.